Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitoy Tangritog to'rining 29 aprel xabarida 2021 yilning 1-faslida intizom tekshirish va nazorat qilish organlari 4556 nafar odamni jazolagan. Xabarda bildirilishicha, intizom tekshirish doiralari 11634 arz va doklad topshirgan. 6871 delo turg'izilgan. 4556 odam jazoga uchirgan. Ularning ichida boshqarma va idora darajali kadr 21 nafar, nahiya va tarmoq darajali kadr 124 nafar, yezi bozor darajali kadr 658 nafar, asosliq mas'ul kadr 419 nafar, yezi bozor va korxonalardagi xodimlardan 3334 nafar bor ekan. Buningdan sirt yana Sharq Turkistonda 2021 yilning 1-faslida viloyatlik intizom tekshirish va nazorat qilish apparatlari morfologik tanqid tarbiyasi yordami qatorliq atalmish 4 xil shakl orqali 16226 nafar odamni tanqidlagan va tarbiyalagan. Mazkur xabarda jazolangan kadr amaldorlarning millat tarkibi aniq deyilmagan. Biroq yaqindan buyon Sharq Turkistondagi taratqularda ko'plab e'lon qilinayotgan atalmish markazning 8 turlik ro'yiga xiloflik qilish bo'yicha jazolanib, ismlari oshkorlangan amaldor kadrlar haqidagi xabarlardan bu amaldorlarning ko'pinchisining Uyg'ur millatidan ekanligini faraz qilgan. Sharq Turkistonda 2016 yildan boshlab nurg'un Uyg'ur amaldorlari partiyaga sodiq bo'lmaslik, siyosiy maydoni kamchil bo'lish va ikkiyuzlamachilik qilish degandek jinoyatlar bilan qattiq bartaraf qilinmoqda. Chet ellardagi kuzatchilar Xitoy hukumatı hozir xalqarada Uyg'urlar qaratayotgan irqiy qirg'inchilik tufaylidan qattiq tanqid va besimga duch kelganlikdan Sharq Turkistondagi vaziyatni yanada changitib, kadr amaldorlarning ko'zini, tilini qisib, put-qo'llarini bog'lab, yuragini qisishni maqsad qilayotganligini bildirishgan. Amerika prezidenti Joe Biden vazifaga o'tirib 100 kun to'shqandan keyin Amerika fuqarolari qilgan tunji qatimliq nutqida tig'i uchini Xitoyga qaratib, Xitoy va boshqa davlatlar bizga yetishib olish uchun tez surat harakat qilyapti. Biz kelgusining mahsulotlari va texnikasini taraqqiy qildirishimiz va uningga hukmronlik qilishimiz kerak degan. Joe Biden 28 aprel kuni davlat majlisida qilgan so'zining asosli qismini Xitoyga qaratgan bo'lib, u Xitoy bilan bo'lgan raqobatni Amerika duch kelayotgan eng chong tashqi siyosat xirisi deb qayta o'tirib qo'yib, Amerikaning Hind Tinch okeanidagi kuchli harbiy mavjudligini saqlab qolishga va'da berdi. Hamda texnik taraqqiyoti va iqtisodiy taraqqiyotni ilgari surib, adil bo'lmagan savdo odatlariga zarb berdiganligini, Amerikada ishlab chiqarishni asli keltirdiganligini bildirdi. Biden hozir Amerika Davlat Majlisi a'zolarini Beijingga kishilik huquq masalasida besim qiladigan, savdo tangpongsizligini hal qiladigan va Amerikaning yangi texnikalarni taraqqiy qildirishga mablag' solishni ilgari surib, Xitoy bilan texnik unumli raqobatlash uchun keng ko'lamda imkoniyat yaratadigan bir qonun loyihasini ma'qullashga chaqirgan bo'lib, 28 aprel kunidagi nutqida alohida tilga oldi. O bu qonun loyihasining Xitoyga taqobil turish uchun zarurligini ta'kidlab, hokim mutlaqlar demokratik davlatlarning 21-asrda o'zlari bilan raqobatlashamaydiganligini, Amerika kishilik huquq va erkinlik to'g'risidagi va ittifoqdoshlari haqidagi va'dasidan yanmaydiganligini ta'kidladi. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarida Joe Bidenning Amerika xalqi qilgan tunji nutqida asosiy salmoqni Xitoy tahdidiga qaratishi, Amerikada demokratlar va jumhuriyatchilar har ikkilisining o'xshashla Xitoyga qattiq qo'l pozitsiya tutish tarafdori ekanligini namoyon qildi degan. Qirg'iziston Tojikiston chegarasida suv ta'minlash omborini kontrol qilish sababidan chiqqan qurolliq to'qinishda har ikki tarafdan bo'lib jami 6 kishi jondan ayrilib, 115 kishi yaralandi. Qirg'iziston taratqullari Qirg'iziston Tojikiston chegarasida yuz bergan to'qinish jarayonida qirg'izistonlik 3 kishining jonidan ayrilganligini, 84 kishining yaralanganligini xabar qilgan. Tojikiston taratqullari bo'lsa to'qinishda tojikistonlik 3 kishining jonidan ayrilganligini, 31 kishining yaralanganligini xabar qilgan. Rossiyaga yetib kelgan Qirg'iziston bosh ministri Ulug'bek Maripov va Tojikiston bosh ministri Kohir Rasulzada ko'rishib, chegaradagi to'qinishning muzokara yo'li bilan baldurroq hal qilinish uchun tayyor ekanliklarini bildirdi. Qirg'iziston va Tojikiston tashqi ishlar ministrlari shu yer vaqtda 20 dan boshlab rayonda butunlay urush to'xtatish va harbiy qismlarning o'zlarining yerlariga chekinish masalasida kelishim hosil qildi. Qirg'iziston Tojikiston chegarasiga joylashgan suv manbalarini kontrol qilish masalasida 28 aprel yuz bergan ixtilof 29 aprel ikki davlat xalqining bir-biriga tosh etishi bilan davomlashgan. Ikki davlat chegara qo'g'dash qismlarining voqeaga aralashishi bilan to'qinishga aylangan va har ikki taraf chegaraga askar yo'tkashga boshlagan. Taratqulardagi videolardan qaysi tarafga tava ekanligi aniq bo'lmagan nurg'un uylarga o't qo'yib berilgan. Rayondagi partiyalar o'rtasida pat-pat zo'ravon to'qinishlar yuz berib turdi ekan. Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistonning o'rtasida joylashgan Farg'ona vodiysi krizisning markazi bo'lib, Farg'ona vodisidagi shtatlarning chegarasi intayin munbat rayon bo'lib, Sovet ittifoqi parchalanayotgan krizisga mos holda aylangan ekan. Bu cheklamalar sababidan taraflar orasida doim to'qinish kelib chiqadi ekan. Tojikiston yaqinda o'zini qo'g'dash uchun Rossiya bilan havo mudofaa kelishimi imzolagan.
Do'ppi bayrami barliqqa kelgan sharoit, ya'ni 2010-yil 5-oy Uyg'urlarning milliy o'zlik va kimlik haqida izdenish qizg'inligi yuqori bo'layotgan. Ammo konkret va amaliyatchil bo'lgan qurilish xarakterlik, an'anaviy milliy madaniyatga isloh qilish va yangilik yaratish ro'yini birlashtirib varislik qilish kamchil bo'layotgan bir mezgil edi. Mushundaq chaqda Tahir Imin boshchiligidagi yosh ziyolilarning tashabbusi bilan Do'ppi bayrami ideyasi o'tirib qo'yilib, tadqiqot va faoliyatlar tashkillanib, Uyg'urlarning yangi asrdagi madaniyat uyg'onish harakatiga bir qadam ilgarilagan holda turtki bo'ldi. Yoshlarga qayta hayot tikish, qizg'inlik va kuchli kayfiyat baxsh etdi. Do'ppi bayrami munosabati bilan Sharq Turkistonning har qaysi joylarida Xitoyning ichki o'lkalarida yashayotgan 100 minglagan Uyg'ur o'quvchilar orasida, chet elda muhojirat yashayotgan ilg'or va millatparvar Uyg'urlar orasida turli shaklda madaniyat san'at tabriklash faoliyatlari o'tkazilib, kuchli qizg'inlik asosidagi birlik ham o'zini boshqa madaniyat egalariga to'nitish harakati qo'zg'aldi. Hatto yerlik doiralarni dastlabda qanday muomala qilishni bilmaslik, boshqarishga amalsiz qilishga, hatto cho'ng so'rovlarda Do'ppi bayramini tabriklash faoliyatlariga sukut qilishga majbur qildi. Chunki Do'ppi bayrami Uyg'urlarning qonunliq, madaniy va ilmiy bo'lgan madaniyat qo'g'dash hodisasi bo'lganligi uchun uni oshkora cheklash mumkin emas edi. Do'ppi madaniyati Uyg'ur milliy madaniyatining muhim yadrosi va tipik simvoli. Uyg'ur Do'ppi madaniyat bayrami arab, ingliz yoki hindi qatorliq boshqa har qanday madaniyatni emas, Uyg'ur milliy madaniyatini manba qilgan. Shundaqla Uyg'urlarni markaz qilib tabriklanadigan, Uyg'urlarning o'z milliy madaniyatini cho'nqur hurmat qilish va qo'g'dashni, boshqalarga to'ntishni markaz qilgan, Uyg'urlarning umumiy madaniyat bayramining yadroliq misoli Do'ppi bayrami tabriklanayotgan yillardan beri Do'ppi bayrami haqida nurg'un faoliyatlar o'tkazildi. Uning ijtimoiy orqa ko'rinishi va bugungi zamon Uyg'urlarning siyosiy va madaniy hayotiga ko'rsatadigan ta'siri haqida tadqiqotlar olib berildi. Uyg'ur Do'ppi madaniyat bayrami orqali Uyg'urlarning o'z kimligi, milliy tavalligi va madaniyat xosligi, o'zlik yangini tonish va milliy ruhini kuchaytirishda ijobiy rol o'ynadi. Uyg'ur Do'ppi madaniyat bayrami orqali Uyg'ur otliq barliq kishilarning yurt, ijtimoiy orqa ko'rinish, jins, yosh, boylik ayirmasdan birdek holda Uyg'ur kimligi ostiga uyushish, ya'ni Uyg'urlarning birligini kuchaytirishda kuchli rol o'ynadi. Uyg'ur Do'ppi madaniyat bayrami qonuniy va zamonaviy bo'lgan madaniyat hodisasi. Shunga u boshqa millatlar bilan bo'lgan aloqa, tushunish va o'zaro hurmatda yashashga foydali. Bir qism yoshlar orasida Do'ppi va Uyg'ur an'anaviy milliy madaniyatiga qarta tushunmaslik, hatto Do'ppi kiyuvchilarni ko'zga ilmaslikda qarashlarga xotim berdi. Qisman shahar aholisi va ma'muriy xodimlar orasida umumlashib qolgan xato qarash, ya'ni Do'ppini faqat motam murosimdalik kiyimiz deydigan qarashga xotim berildi. Uyg'urlarda Qashqar, Atosh, Xotan shaharlarini markaz qilgan Uyg'ur do'ppichilik qo'l hunarvanchilik madaniyatining taraqqiyoti uchun keng fursat bilan ta'min etdi. Shundaqla do'ppi hunarvanchiligi bilan shug'ullanayotgan necha 10 minglagan oila kishilarining tirikchilik uchun bozor yaratdi. Sharq Turkistonning sayohat asosiy sovg'at buyumi qatorida Uyg'urlarning alohida mahsuloti deb muayyanlashtirilib, Uyg'ur madaniyatining tashqi kimligi bo'lib qoldi. Qisqasi do'ppi madaniyati keng umumlashgan bir madaniyat hodisi sifatida Uyg'urlarda o'z madaniyatini qo'g'dash to'lqini qo'zg'adi. Kiyim-kechak madaniyatining ichida bosh kiyim nihoyatda zo'r madaniyat qimmatiga ega. Demak, har bir xalqning o'ziga xos kiyim-kechagi bo'libmi do'ppi madaniyati, do'ppa va tumoq bosh kiyim madaniyati shu xalqning, shu millatning bir simvollik belgisi sifatida qadrlangan, hurmatlangan. Agar uningdagi madaniyat uchurlarini bir-birlab madaniyat nuqtasidan desak, nihoyat ko'p taraflarga chetiladi. Uningda Uyg'urlarning go'zallikka bo'lgan talpinishi va estetik tuyg'ularining yig'indisi do'ppiga mujassamlangan yoki bosh kiyimga mujassamlangan. U bizning e'tiborli bir madaniyat yordamimiz va madaniyat tavarikimiz. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.